u topganini o'yiga olib ketaversa, xalq nima qiladi? Xalqning pulini yeyish, Xalq bilishi kerak-ku. xalq saylagan-ku, to'g'rimi? Xalqqa hisobdor davlat amaldori. Vazirlar, hokimlar, umumiy davlat amaldorlari xalq nomidan ish yuritadi. Lekin bir savol doim ochiq qoladi. Ular o'zining faoliyati yuzasidan xalqqa hisobot berishi kerakmi? Bugun shu mavzuda jamoatchilik fikrini o'rganamiz. Sizningcha davlat amaldorlari xalqqa hisobot berishi kerakmi? Amaldorlar hammasi hisob-kitob qilish kerak xalqqa oldida. Nega siz ularni xalq saylab qo'yibdi? O'shaning uchun shu lavozimda o'tiribdi. U topganini o'yiga olib ketaversa, xalq nima qiladi? Ha, berish kerak menimcha. Nimaga desa, hozirgi nimada yolg'on ko'payib ketganda, yashirincha misol uchun xalqning pulini yeyish, misol uchun shunaqa narsa ko'payib ketgan. Dokazat qilib ko'rsatib berish kerak, misol uchun. Shunaqa shu ma'noda aytyapman-da. Dokazat qilib ko'rsatib berish kerak. Menimcha ham berish kerak. Berish kerak. Xalqqa hisobdor davlat amaldorlari. Shuning uchun Menimcha berish kerak. Nima uchun? Endi xalq bilishi kerak-ku. Odam qilayotgan ishida xabar berib tursa, masalan, mas'uliyat oshadi o'shaning uchun. Albatta kerak. Nima uchun? Chunki qilgan ishlarni hammasi aytib turish kerak-da. Xalq bilishi kerak hamma narsani. Bu xalq bilish kerak-da. Qanaqa nima bo'layotgan, faoliyatlar nima bo'layotganini bilish kerak. Bilib, xalqni ogohlantirish kerak, nima ish ketayotganini xalq ham bilishi kerak. O'z boshimchalik bo'lmaydi, menimcha. Bir hisobdan berish kerak deb o'ylayman. Endi baribir xalq bilan birga ishlagan yaxshi. amaldorlar hisob berish kerak. Nima uchun? Endi xalq manfaatini nima qilingan-ku, xalq saylagan-ku, to'g'rimi? O'shaning uchun hisobot bersa yaxshi bo'lardi qilgan ishlar to'g'risida. Qaysi davlat amaldori, vazirlar, hokimlarni xalqqa hisobot berganini ko'rdingiz? Ijtimoiy tarmoqlar orqalimi? Yaponiyada ko'rdim, Angliyada, o'shalar. O'zbekistonda. O'zbekistonda islomiyman. Rossiya mana Putin beradi har doim. Putin xalqiga javob mana 2 marta pensiyalarni oshiryapti. Kim beradi bu yerda? Hammasini o'yiga tashyapti. Rasul Kusherbayev gapiga javob beradigan, misol uchun isbot beradigan, men kuzatmas ekanman. Yo'q, ko'rmadim. Yo'q, ko'rganim yo'q. Oxirgi paytda prezidentimizni ko'rdim. Prezidentimiz mana hamma qilgan ishlarini aytib turibdi. Lekin ko'rmadim unaqa hali. Xalqqa hisob qilganini yo'q, ko'rmadim lekin. Qaysi vazirlar faol ishlayapti sizningcha? Vazirlardan ham nima qilolmayman. Ochiq gapiman. Bizning sohamizga to'g'ri kelmaydi, lekin yo'q, vazirlar bilan nima qilolmayman. Endi hammasi ishlayapti, endi sekin-sekin hammasi bo'ladi-da bu narsalar. Birdaniga bo'lib qolmaydi-ku hamma narsa, to'g'rimi? Endi sekin-sekin bu yog'iga ishlab o'zini ko'rsatishadi hammasi. Shunaqa deb o'ylayman. Taniydigan Rasul Kusherbayevni o'zi qiziqadigan ham, kuzatadigan ham shu Rasul Kusherbayev.